Qiz bolani o'qishiga juda ko'p oilalarda jiddiy qaralmaydi. O'g'lim o'qisin, ishga kirsin, yaxshi joylarda ishlasin deyishadi. Bir tarafdan to'g'ri, o'g'il bola kelajakda oilani boquvchisi, jamiyatda esa o'z o'rniga ega bo'ladi degan pozitsiyada bo'lishadi. Lekin oilada qiz bolani o'qishi ularni kelajakda farzandlarini tarbiyasiga qay darajada ta'sir qilishini bilishganida edi. Bir kuni rahmatli shayx hazratlari bir majlisda aynan mana shu mavzuni ko'targanlar va shu majlisda ishtirok etgan inson menga bu haqida aytib bergan edilar. Hazratning aytishlaricha, erkak kishi o'qisa o'zi uchun, lekin ayol kishi o'qisa farzandlari uchun, qolaversa u kelajakda jamiyat uchun naf keltiradi deb aytgan ekanlar. Shuning uchun qizlarimizni o'qishlari, ilm olishlari ularning nasllari, ularning kelajaklarini ilmli bo'lishida juda katta yordam beradi. Chunki xohlaymizmi, yo'qmi, oilada farzand tarbiyasi bilan asosan ona shug'ullanadi. Agar ona ilmli bo'ladigan bo'lsa, u farzandlariga ana o'sha yuqori darajani taqdim eta oladi. Sizcha bu mavzuda fikringiz qanday? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun qiz bolalarni ilm olishida ko'p oilalar u darajada jiddiy qarashmaydi? Izohlarda qoldiring, fikrlaringiz biz uchun muhim.